Uyqudan ertalab turishingiz bilan hech qachon suv icha ko'rmang. Kechasi bilan og'zingizda bakteriyalardan iborat haqiqiy bomba yig'ilgan bo'ladi. Uyg'onishingiz bilan suvni birinchi ichsangiz, o'sha bakteriyalar to'g'ridan-to'g'ri ichingizga tushadi. Biz xitoyliklar esa umuman boshqacha yo'l tutamiz. Bir stakan iliq suvga yarim choy qoshiq oddiy tuzni solasiz. Yaxshilab aralashtirib, tomoqni orqa qismigacha tushirasiz, faqat yutib olmaysiz. Tomoqni yaxshilab chayib, suvni tuflab olasiz. Kechasi bilan og'zingizda yig'ilgan parazit va mikroblar to'liq tozalanadi va badbo'y hidlar yo'qoladi. Qadimgi Xitoy tabobatiga asosan biz kunimizni shu yo'l bilan asrlar davomida boshlab kelganmiz. Siz ham bu narsani albatta odat qiling. Shu yo'l orqali kechasi bilan yig'ilgan mikroblarni organizmga yuborishni o'rniga uni kun boshidayoq chiqarib yuborishga muvaffaq bo'lasiz. Bu oddiy usulni bir hafta davomida sinab ko'rganlar oldimga qaytib kelib qanchalik sog'ligida ijobiy o'zgarishlar boshlangandan hayratda qolishyapti. Sog'ligi haqida qayg'uradigan va yaqin deb bilgan insonlaringizga ushbu usulni yuboring, sog'lik sizning eng qimmat boyligingiz sanaladi. Tabib Shifuga albatta obuna bo'ling. Men bilan tabiiy usullar yordamida o'zingiz va yaqinlaringiz uchun barcha muammolarga davo topasiz.